Demak, hozir birinchi nima qilish kerak? Coursera deb qidirish kerak Google'da. Coursera degan sayt bor. coursera.org degan kiramiz. Keyin biz o'rganmoqchi bo'lgan kursning nomi web design. Web design deb yozsang mana bu chiqib keladi. Web design for everybody. Mana Basics of Web Development. Demak, University of Michigan. Demak, Michigan universitetini xodimlari tomonidan nima qilingan bu? Yaratilgan. Mana shu kursda o'qishimiz kerak. Xo'p, bu kurs 5 ta kurslardan iborat. Mana pastda bergan. HTML, CSS, JavaScript, veb-saytni moslashtirish, keyin kerak bo'ladigan qo'shimcha mavzular. Oxirida nima beradi? Sertifikat beradi. Sertifikatni olish uchun hammasini topshirig'ini bajarish kerak. Faqat topshirig'ini, tushunarli? Videolarni ko'rib o'tirish shart emas, faqat topshirig'ini. Baholab o'tish kerak-a? Endi hozir men kiraman, akkaunt yarataman. Join for free ni bosamiz. Email adres so'rayapti. Qobilda email adresini kiritamiz. Continue. Bunda akkaunt bor deyapti. Oldin akkaunt ochilgan deyapti. Boshqa akkaunt beray? Bering ha. Mana bunga ochilgan. Sen ham qotib qolasan biray. www 439 472 bo'ldi. Demak, bu yerga email adres kiritiladi. Buni qaytadan kiritaylik endi. Join for free. Continue. Ana endi mana ism so'rayapti, ko'ryapsizlar. Xo'p, Qobil G'anijonov, to'g'rimi? Qobilni o'zi, Qobilbek jon shart emasmi? Parol yarating deyapti. O'zi parol yaratib berdi, shuni ishlataman. Qobilga tashib qo'yaman. Xo'p, join for free ni bosamiz. Update saqlab qo'ydim parolni. Mana. Endi enroll for free ni bosaman. Mana shu tugmani. Keyin bizga aytadi, 7 kun bepul deydi. Keyin pul to'lashing kerak deyapti. Mana $20 to'lashing kerak oyiga deyapti. Tushunyapsizlarmi? Bu degani 7 kunda nima qilish kerak? Tugatish kerak. Start free trial. Endi viza karta so'raydi. Mana yerdan O'zbekiston tanlaymiz. Keyin bu yoqqa karta raqam, amal qilish muddati, keyin boyagi 3 talik xavfsizlik raqami kiritiladi. Viza karta kerak. Viza karta yo'q bo'lsa ochish kerak uydagilarning nomiga. Uzum bank bor, TPC bank bor. Onlayn ochsa bo'ladi bepul viza karta. Hozir men bu yerga kiritaman o'zimdagi kartani ma'lumotlarini. Bungacha demak, mana kartani kiritib tugmani bosgandan keyin o'sha bizga ochadi bir haftalikda. Accept free upgrade deb bosamiz. Bizga bir hafta bepulga ochib beryapti mana. Coursera. Bu imkoniyat ko'ryapsizlar yangi ro'yxatdan o'tganlarga. Xo'sh, mana uni bosib, buni bosib qo'yasizlar. Kutamiz. Continue. Mana o'sha boya kursni ochib berdi, ko'ryapsizlar. Boya tanlagan kursimizni. Agar ochib bermasa muammo emas. Coursera'ni bosasizlar, bosh sahifani. Boyada qidirasizlar. Hop. Buni exit qilib qo'yamiz. Qidirasizlar mana yerda. Web design for everybody mana. University of Michigan bosasizlar. Mana chiqib keladi.
boshlash bo'ladi. O'sha bizda boshlash bosilgan, ko'ryapsizlar. 2 oy vaqt kerak deyapti o'zi tugatishga. Ko'ryapsizlar? 2 oy. Beginner level, ya'ni boshlang'ich bosqichdagi kurs deyapti. Xo'p, go to course bosamiz. Mana kursni ochadi. Keyin mana bu yerdan chiqaryapti, qaranglar. Seni kompyuteringda vaqti bu yerda to'g'ri kelmayapti, deyapti. Change deb bosamiz. Qisqasi Los Angeles emas, nimani tanlash kerak? Toshkent. Save deb bosib qo'yish kerak bo'ldi. Toshkentni vaqtini nima qiladi endi? Saqlaydi, tushunarli? Bitta yangilaymiz. Siz men 3 ga chiqaraversam men indamabman deysiz. Keyin chiqarmaydi-da, shuni bosib qo'ysin. Mana bu yerda ham mark all as red deb qo'yamiz. Yana endi bunday qilsa bo'ladi. Coursera.org ga kiramiz, bosh sahifasiga. Xo'p. Mana bu yerda My Learning degan joyi bor, ko'ryapsizlarmi? Shuni bossa My Learningda biz o'rganayotgan kurslar chiqaradi. In progress deyapti, ya'ni shuni o'rganyapti. Tugagandan keyin mana bunda chiqaradi, completedda. Hozir bizda tugagan kurs yo'q, tushunarli? In progress hali ishlash mobaynidamiz. Biz hali birinchisini boshladik. Ko'ryapsizlar, 5 ta. Biz shuni birinchisini boshladik. Keyin mana bu yerda aytgan. Birinchisini o'zi yana nechiga bo'lingan deyapti? Yo'q, bunday demayapti. Bu yerda aytmayapti. Bu yoqda mana nechiga bo'lingan? 3 ga bo'lingan. Birinchi kursni o'zi nechiga bo'lingan? 3 ga bo'lingan. Qolganlari har xilda 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta shunday. Bo'lmasa boshladik. Mana shu birinchidan boshlaymiz. Qaranglar, mana bu yerda yozib qo'ygan. One graded assessment left. Ya'ni bitta topshiriq bor, shuni bajarsa bu modul nima qiladi? Pitichka bo'ladi, tugaydi. Bittalab kirib chiqish shart emas hammasiga, tushunarli? Shunday deb o'ylaydi ba'zilar. Har biriga kirib chiqishim kerak deb. Yo'q. Shart emas. Pastroqqa tushamiz. Tagida sana turibdi-ku mana. Mana shu sanagacha nima qil deyapti? Tugat deyapti. Mana shu topshiriqni. Ana shundaylarini bajarsak bo'ldi, tushunarlimi? Kiraman. Continue. Hammasi ingliz tilida. Start. 3 ta urinish beryapti. Mana. Bizga xo'p, nechta savol berdi? 27 ta savol berdi. Test. Qaranglar, buni endi men bilaman, bilganim uchun sizlar ham bilasizlar. HTML nima degani deyapti. Hypertext Markup Language. Mana shuni tanlaymiz. Xo'p, HTML 5 degilar to'g'ri ishlatsang, hamma brauzerda seni sayting bir xil bo'ladi deyapti. True, to'g'ri. Xo'p, bajara olmaydiganlar endi nima qiladi? Savol tug'iladi. Bajara olmaydiganlar DeepSeek degan nima bor? Sun'iy intellekt bor. DeepSeekga kiradi. Ro'yxatdan o'tish kerak. Ro'yxatdan o'tish kerak, ko'ryapsizlar. Ro'yxatdan o'tmasa kirgizmaydi. Email bilan ro'yxatdan o'tsa ham bo'ladi. Siz emailingizni saqlab qo'ymabsiz, mayli. Men o'zimning narigi akkauntimdan kiraman, Google Chrome'dan. Chat DeepSeek deb qidirasizlar. chat.deepseek.com ga kirasizlar. Men Google orqali kiraman. Google ulanganda kompyuterga ulab olish kerak Google'dan. Continue. Mana. Bemalol nima so'rasa bo'ladi savol. Endi qaranglar. Shunday mana testdan nusxa olasizlar. Tushunarli? Bu yoqqa tashlaysizlar. Bitta narsani sezlaymi? Mana bu yerga nima qo'shib tashladi? O'zi yozuv qo'shib tashladi. Mana shu qo'shgan yozuvni nima qilasizlar? O'chirasizlar. Mana bu yerdan boshlab You are a helpful assistant degan joydan boshlab Related topics gacha bo'lganini nima qilasizlar? O'chirib tashlaysizlar. Mana shu javob to'g'ri deyapti. Mana shuni aytayapti. Tushunarli? Hammasini kopiya qilib birdan tashlasa ham bo'ladi. Hammasini ichida yozuv bo'ladi. Chalkashmaydi, hozir o'rgataman sizlarga. Shunday belgilab olasizlar. Qidirildi. Kopiya qilamiz. Yaxshi usuli bunday qilish kerak. Bitta papka yaratib, shu papkani VS Code'da ochib olish kerak. VS Code'da. Nimaga desalaring?
bitta fayl yaratib olish kerak. Masalan, index.html degan. Kodni tashlash kerak, kopiya qilganimni tashlash kerak bu yoqqa, tashladim. Endi nima uchun bunday qildim? Buning sababi mana bu yozuvni hamma savolga qo'shib chiqqan, ko'ryapsizlarmi? Bittalab o'chirib chiqish kerak-da. Shuni oson yo'li bor-da VS Code'da. Shu yozuvni tanlab olasizlar. Sichqonchang o'yin tugmasini bosasizlar. Keyin shu yerda xo'sh. Mana change all occurrences degan buyruq bor. Control bilan F2 ni bossa ham bo'ladi, deyapti. Bitta bosamiz, hammasini tanlang, ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerga e'tibor beringlar. Ko'k bo'ldimi hammasi? Hozir o'chiraman-ku. Hammasi o'chdimi? Hammasi o'chdi. Endi buni kopiya qilib olaman. Chat nimaga kiraman? DeepSeek'ga. Xo'p. Answer all questions. I just need answers. No explanation. Ya'ni faqat menga javobni ber, tushuntirib berma deyapman. Question number and answers. Savollarni tashlaman. Endi tashlayman savollarni. Ko'ryapsizlarmi? Aytyaptimi javobni? Hammasini javobini aytdimi? Shunday qilib bajarasizlar buni. O'zga ko'pini o'zlaring ham bilasizlar agar ingliz tilini tushunsalar. Demak, mana yerda aytyapti masalan, hamma HTML taglar semantik ma'noga ega deyapti. Bu xato narsa. Uchun false bo'lyapti. W3C nima uchun turadi deyapti? World Wide Web Consortium. Shunday bo'lishi kerak. Ana. Shunday ekan, to'g'rimi? DARPA Hypertext Transfer Protocol. Com IP address. Shunday belgilab chiqasizlar umuman olganda. Internet Corporation for server. Mana buni javobini ham aytyapti. Demak, nima deyapti buni? Server. Xo'p. Tegiz. Hammasini javobini beryapti. Is a way for scientists. Mosaic. Biri bo'lish kerak 19 Center ekan. Chrome, Firefox, Safari, True HTML5. Endi bunisida aytyapti, qanday programmada kod yozyapsan, nima deb qo'yamiz? VS Code. Qanday brauzer ishlatyapsan, nima deb qo'yamiz? Chrome. Bo'ldi. Bitta bosamiz, mana bu yerga ismingni kirit deyapti, qobil deb yozib qo'yamiz. Submit. Birdan tekshirib hozir aytadi necha foiz chiqqanini. Agar o'tmasa, mana 92.59%. Bitta savolni Mana. Endi ba'zilari noto'g'ri. 80 dan o'tsa bo'ldi, o'tib ketadi. O bitta ketdi. Mana, bitishga chiqdimi? Birinchi modulda nima qildik уже? Tugatdik. Bo'ldi, bitta modul. Chiqmasa bitta yangilab olish kerak. Buni ichidagi narsalarni ko'rib o'tirish shart emas endi, birda ichidagilar. Bir tugadi, tushunarlimi? 2 ga o'tamiz endi. 2 da mana bitta bor deyapti topshiriq. Pastroqqa tushaman, nima deyapti? Xo'sh, testda
bunisi nechtalik ekan? 25 ta. Yo'q, ikkita deyapti. Ko'p ekan. Ha. Document object model. Bilmaydiganlar boyadek kopiya qiladi. Nechta ana sarlavha bor deyapti? 6 ta, to'g'rimi? HTMLda H1dan H6gacha, to'g'rimi? Umuman olganda savollar sizlar biladigan savollar, faqat ingliz tilini tushunish kerakda. Komment qanday yoziladi deyapti HTMLda. Mana buni xatosi bor ekan. Bu CSSdagisi. HTMLda ham shunday qilsak bo'larmidi? Bo'lmaydi. Demak, shu birinchisi to'g'ri. Yo'q, kommentga oladigan knopkani aytmayapti. Komment qanday ko'rinishda bo'ladi deyapti. Rasm qanday qo'yiladi deyapti. Bilasizlar-ku buni? Alt nimaga kerak deyapti mana bu yerda. Unsplash, Pixabay, Flickr. Hammasini mana bu shartnoma bo'yicha hammasini belgilasak ham bo'ladi. Shu qaysilari kerak bo'ladi manbalar deyapti. Pixabay mana ular rasm oladigan saytlar. Eng kichkinasi qaysi bir deyapti sarlavhani. Holda. Relative absolute false. VS Code'da kod yozayım deyapti. Yes. Bu yerga xohlagan narsa deb yozsa bo'ladi. Buni tekshirmaydi. It is useful. Mendan so'rayapti-da. Alt o'zi nimaga kerak, nima deb o'ylaysan deb. Submit. Ikkinchi test mana. Nima xato bor deyapti. Xatolik bo'ldi serverda deyapti. Hozir men yangilasam belgilaganlarim o'chib ketadi. Bitta bek qilaylik-chi. Ikkita urinish qoldi deyapti. Resume joyida turar ekan-a? Bitta nazat qilib qaytadan kirdim, ko'ryapsizlar? O'chib ketmasa bo'ldi endi. Shuncha tanlaganimiz. O'z-o'zidan xatolik bo'ldi ana kursorada. Bitta yangilaymiz iloji yo'q. Qotib qoldik server. Ketdimi deyman. Ketdi.
Shuncha belgilaganmiz. Endi savollar o'zgardi, ko'ryapsizlarmi? Ba'zilari o'zgarmadi. Qani, yana xatolik bo'lmasin endi. Mana. Lekin vaqtimiz ketdi, ko'rdilaring. O'tdik mana 96.55%. Bek qilamiz. Mana uni ustiga bitta bosamiz. Mana buni ko'k yozuvdi sarlavhaning ustiga. Ikkinchi ham tuga. Bo'ldi. Uchinchisiga o'tamiz. Xo'p, uchinchisi. Endi qaranglar, uchinchisida mana g'alati holat bo'ladi endi. Bizga mana aytayapti, nechta topshiriq bajarishing kerak deyapti? 2 ta. Bularda bitta edi-ku. Uchinchisida 2 ta deyapti. Qaranglar. Bittasi test mana. Final course quiz. Bu test. Buni ko'rsatmayman. Buni o'zi ishlab oladi qobil. Ishlab olasizmi testni? Testni Ishlaysiz. Dipsik bilan. Keyin mana bunga e'tibor berish kerak. Bu yerda bizga nima deyapti? Final project kiramiz. Peer graded assignment. Bu nima degani? Mana shu narsaga qiynaladi ko'pchilik. Bu degani bizga vazifa beryapti. Biz shu vazifani bajarib faylini yuklaymiz. Keyin bizga buni bot tekshirib bermaydi. Bizga buni kim tekshirib beradi? Odamlar tekshiradi. Ya'ni masalan men o'qiyapman, Jasur o'qiyapti, Qobil o'qiyapti. Men topshirgan topshiriqni bularga chiqaradi, tekshirib ber deydi. Baho qo'yib chiqish kerak keyin. 5, 4, 3 baho qo'yib chiqish kerak. 3 kishimi baho qo'ygandan keyin nima bo'ladi? Meni topshirig'im o'tadi, baland baho qo'ysin. O'ta olmay qolsam, yiqilaman, yana qaytadan nima qilishim kerak? Topshirishim kerak. Mana shu vaqt oladi-da. Shuning uchun tezroq boshlaslaring, hammalaring, masalan, bugun borib bir-birlaringga chiqasizlar-da. Tushunyapsizlarmi? Baholashga. Tap-tap baho qo'yib tashlaysizlar, o'tib ketasizlar. Shuning uchun bir paytda o'zida ko'pchilik boshlashi kerak. Tushunarlimi? Xo'p, endi hozir men topshirishim kerak. Birinchi menga aytayapti. Laboratoriyaga kir xohlasang deyapti. Bosaman. Get started. Laboratoriyani tayyorlayapti mana. Mana bu yerda nima qilish kerakligini aytayapti. My submission degan joyda topshirayotgan ishingga nom ber deyapti. Keyin qilgan ishingda linkini qo'y deyapti. Ko'ryapsizlar-a? Bu degani mana buni ochib o'tirish ham o'zi shart emas. Aslini olganda mana bu yerga yozish kerak. Qobil project 1 masalan. Bu yoqqa link qo'yish kerak. GitHubda bironta nima bormi? Proyekt bormi? GitHub. Bunga kirish ham shart emas, buni yopaman. Bo'lmasa
Nima qo'yamiz? Sonunda fayllar bor, lekin bitmoqda yo'q. Shuning uchun GitHub kerak-da. Bo'lmasa bunday qilasizlar. Shunday kunuzga kirasizlarda. Kunuzni linkini qo'yib qo'yasizlar, tamom. Kunuz tekshiradi. Tekshirmaydi hech kim o'zi. Topshirdim. Topshirildi. Mana shunday bo'lib chiqib turadi, kunuz bo'lib. Shunday bo'lib chiqadi. Kimdir kirsa, tushunarli? Keyin baho qo'yib chiqish kerak. Past baho qo'ysa, yana qaytadan topshiraverasiz, tushundingizmi? Endi buni topshirgandan keyin kutish kerak o'tishini, bo'ldi. Boshqalar tekshirib baho qo'ygandan keyin o'tasiz. Tushunarlimi? Buni tezlashtirishni iloji Yo'q. yo'q. Keyin bizga aytayapti, qaytamiz. Mana buni bosib. Mana bu yerda aytayapti, qaranglar. Ungraded app item, ya'ni hali baho qo'yilmagan deyapti. Tagidagi sana nima qildi? Ketdi, chunki biz topshirdik-da. Faqat nima qilish kerak endi? Baholanishini kutish kerak. Xo'p. Kiramiz yana ustiga bosib. Biz boshqalarga ham baho qo'yishimiz kerak-da, shu chiqmayapti nimagadir. 3 kishi. 3 kishi qoldi. Davlat baholab tashladi. Balkim Amerikada. O'zi Amerikadan ko'p ishlaydi. Bu test. Test. Bizga baho qo'y deb chiqarmayapti. Ha, mana bu yerda chiqaryapti, qaranglar. Final project. Ha, mana bunisi edi. Men adashdim. Bu emas edi, biz topshirgan. Mana bu edi. Grading in progress. Bu nima degani? Baholash jarayonida. Tushunarlimi? Undan keyin qaranglar, bizga aytayapti. Review your peers. Ya'ni sheriklaringni bahola deyapti. Tushunyapsizlarmi? Baholamasa nima bo'ladi? Baholamasa bitishga chiqmaydi. Keyin baholasangiz yordam bo'ladi-da boshqa guruhdoshlaringizga. Mana shuni bosamiz. Bosamiz. Necha kishini bahola deyapti? 4 kishini baholang deyapti. 4 kishini baholadi. Start reviewing ni bosamiz. Xo'p, mana shunday nom qo'ygan ekan. 26-dekabr bugun topshirgan ekan bu ham. Eng baland bahoni qo'yaveringlar. Tushunarli? U ham kunuzlab qo'yganmi? Yo'q, bu boshqa narsa qo'ygan. Baholaylik. Necha kishi qoldi deyapti? 3 kishi. Yana 3 kishini baholashimiz kerak. Job finder deb qo'ygan ekan. 2 1 2 eng balandini qo'yaveringlar. Bo'lmasa shu odam ham nima qila olmaydi? O'ta olmaydi-da, o'ta olmaydi. Yana qaytadan topshiradi, vaqt ketadi. Ketdi, ikkita qoldi deyapti. Hozir sizlar ham topshirganlaringda sizlarniki ham chiqib kelardi, tushunarlimi? Keyin yordam qilish kerak-da, masalan, baholayoringlar deb bir-birlaringga yozsalaring, kirib boshqalar nima qilsa bo'ladi? Baho qo'yib yuborsa o'tib ketadi. Ha, hozir ko'rsatdim. Lekin aynan uni topa olmaysiz. Sizga chiqib kelsa siz qo'ya olasiz. Chiqib keladi lekin topshirgan bo'lsa. 4 tadan ko'p qo'ysa bo'ladi. Bu yoqqa nimadir deb yozish kerak. Grade hozir. Topshirildi. Qaranglar, mana unga bitishga chiqdi. 4 kishiga ham nima qilib bo'lding deyapti? Baho qo'yib bo'lding deyapti. 4 kishiga baho qo'ygandan keyin ham yana qo'ysa bo'ladi. Mana uni bitta bosasizlar. Start reviewingda yana qo'yaverasizlar, xohlagancha qo'yinglar. Yordam qilish kerak-da boshqalarga. Masalan, biron kishi o'ta olmay qoldi, 2 kishi baho qo'ydi-da, 3-chi kishi baho qo'ymay turibdi. Shunday kirish kerak-da,
baholayverish kerak. Ana shu odam ham sizlarga keyin nima qiladi? Chiqib keladi. Tushunarlimi? U ham o'tib ketadi keyin. Bir-birlaringga поддержка qilishlaring kerak. Siz men 100 martalar baholadi mana bu kursni, boshqa kursni. To'qqiztalik kursni. Bitta bosib qaytaman. Demak, test bor ekan, keyin mana shunday bir-birini baholaydigan topshiriq bor ekan. Baholab bo'ladimi? Bu topshiriq endi? Bizni baholash kerak-da. Yo'q. Ha, bu bo'ldi mana. Keyin testni bajarish kerak. Bu test. Uni o'zingiz bajarasiz. Bitta kurserani bosaman, bosh sahifaga qaytadi, tepada yana. Mana qaytdi. My learning ga o'taman. Mana birinchisi ketyapti. Ikkinchisiga kirib ko'ramiz endi. Introduction to thesis. Xohlagan 5 taga xohlagan. Birinchisi bo'ldi, ketaveradi, baholanadi. Bungacha biz ikkinchisini nima qilsak bo'ladi? Bo'ladi. Buni qaranglar, nechtadan iborat ekan? 5 tadan. Bu kattaroq ekan. Bunda ikkita baholaydigan topshiriq. Bittasi test. Ikkinchisi yana boyadimi deyman. Ya boshqacha ekan. Ha, peer graded assignment ekan. Xuddi boyada ekan. Kiriladi. Hop. Mana bu unga o'tiladi, my submission ga. Boyada nom beriladi, bu yoqqa bironta nima qo'yib qo'yiladi? Link. Bitta bosiladi, topshiriladi. Tushunarli? Topshirgandan keyin keyingisiga o'tib, boshqalarga baho qo'yiladi. Necha kishiga baho qo'y deyapti? 3 kishiga. Faqat aytayapti, boshqalarni baholashdan oldin o'zing nima qil deyapti? Proyektni topshir deyapti. Tushunyapsizlarmi? Buni o'zing qila olasizlar endi, to'g'rimi? Topshirib baholash kerak bo'ldi. Xuddi boya ko'rsatganimdek. Ikkinchi modulni ko'raylikchi. Ikkinchi modulda yana shunday ikkita ekan. Uchinchi modulchi. Uchinchi modul yaxshi, bitta test ekan. Biri bilan ikkida ko'proq vaqt ketar ekanda. To'rtinchi modul. To'rtinchi modulda yana topshirish ekan. Topshirib qo'yaversa ham bo'ladi, masalan, bittasini yana topshirib qo'ying. Chunki o'sha vaqt o'tavergan sari sizga baho qo'yilaveradi-da. My submission ga kiramiz. Qobil project necha, masalan 2, to'g'rimi? Bu yoqqa endi https://google.com ni qo'yib qo'yaman. Title ga my project deb qo'yaman. Caption ga hello deb qo'yaman masalan. Submit. Topshirildi mana. Mana bunday qilib yozish kerak ekan. Qaranglar, google.com chiqmas ekanda, keyin nima deb chiqib turar ekan? My project deb chiqib turar ekan. Yaxshiroqda shunday chiqib turgan, to'g'rimi? Tagida hello deb chiqib turibdi. Bu topshirildi. Endi undan keyingisiga o'tib, boshqalarga nima qo'yish kerak? Baho 4 kishiga qo'y deyapti. Yana xuddi boyadek jarayon bo'ladi. Bosiladi. Shu baho qo'yib chiqiladi. Eng balandini qo'yish kerak. Mana bir kishini baholab qo'ydim, yana baholaysiz o'zingiz. Hop. Hozir ko'rsataman. 5-modulni ko'raylikchi. 5-modulda topshiriq yo'q. Shunday kirasizlar, masalan, o'zi kirish ham shart emas, bitta bosaman. Go to next item. Bitta bosaman. 5 ta topshiriq yo'q ekan, yaxshi ekan. Mana 5 ketdi o'sha. Tushunarlimi? Boshqalariga kirish uchun bosasiz mana kurserani, bosh sahifani. My learning degan joyga o'tasiz. My learning. Mana 1 bilan 2 ni anchasini qildik, mana 3-chisi. Bosasiz, 3-chini ustiga ochiladi. Ochiladi, keyin ko'k knopkani bosasiz, enroll. Bu 4 talik ekan, yaxshi ekan. Birinchisi eng qisqa ekan-da. Birinchisi eng qisqasi ekan. Bu yerda bitta topshiriq deyapti. Test, yaxshi, testni bajarish kerak. Ikkinchisida 2ta ekan. Bitta test bilan boyadek topshiriladigan. Uchinchisida bitta test ekan, yaxshi. To'rtinchisida ham topshiriladigan ekan. Hop.
Siz bir necha kunda topshirsa bo'ladi? Bir hafta deyapman-ku, bir hafta. Yo'q, hozir yo'q, men buni topshirish uchun bir 5 kunlardan keyin topshirib olsam kerak. Nimaga? Bugun bor. Hali bir payti bir kunni o'ziga topshiraman siz. Bugun borib uxlashish kerak. Bir kunda uxlashsa bo'lar-ku. Bugun yo'q natijasi. Mana birinchisida bitta test ekan. Ikkinchisida bitta test bilan boya topshiriladigan. Uchinchisi hech balo yo'q ekan. Testlar o'ldirilgan. Uchinchisi kerak emas mana. To'rtinchisida Siz bitta test chiqadi. chiqishi ham shart emas. Chunki topshirig'i yo'q. Oxirgisini ko'raylikchi. 6 talik ekan. Havasan qilmasa bo'lmaysan. Ha, buni oldingilardan o'tib keyin qilsa bo'lar ekan. Demak, qiyin. Uni oxir yo'q, u juda oson. Ichida faqat boyagidek o'qib chiqib mana qiladigan joylari bor. Bo'ldi, demak 2 bilan 3 da nima ko'p ekanda? Bir oson ekan. Nima qilish kerakligini hamma tushundimi? Keyin buni tugatgandan keyin mana bunday sertifikat bo'ladi, hozir ko'rsataman. Mana shunday bo'ladi sertifikat. Ya'ni boyagi Michigan universitetining logosi, bu yoqda imzosi. Silkasini beradi, silkasini tashlaysiz. Sertifikatni olishni o'rgataman. Tugatinglar. Xo'p, mana. Keyin mana bu yerda boyagi 5 ta kurs bor edi-ku. 5alasi ham yozilgan, ko'ryapsizlarmi? 5 ta. Ba'zilar bittani oladida men tugatdim deydi. Shundaylar ham to'liq 5 tani tugatgandan keyin beriladi bu. Mana bu linkini bossa tekshirib ko'radi, haqiqatda shu tugatganmi kursni, mana ko'rsatadi. Mana. Iskandar Sardor tugatgan buni deyapti, 18-oktyabrda, ko'ryapsizlarmi? Haqiqiyligini tekshirib ko'radigan linki bo'ladi. Xo'p. Tugatdim deb. Yo'q, bu bittani tugatganligi haqida. 5 ga bo'lingan-ku. 5 tani bittasini tugatgandan keyin ham nima beradi, mana bunday sertifikat. Lekin buni foydasi yo'q. Bu bitta bo'limni tugatdi degan sertifikat. Boya ko'rsatganim u kursni to'liq nima qildi degan sertifikat. Tugatdi degan, tushunarlimi? Bunday bo'lmaydi-da, ya'ni sertifikat. To'liq tugatganda boshqacha bo'ladi. Boya ko'rsatganim.